Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasetçi İftixar Abdurshid. Mən riyasetçi Zümrəday Erkin. Hammanglarning juma kuniga muborak bo'lsin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 14 mart tushda Dünya Uyghur Qurultayı qurilgan 2004 yildan buyon qurultayni moddiy va ma'naviy jihatdan izchil holda qo'llab kelgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NIDning Washington markazida Uyg'ur xalqi uchun unutilg'isiz bir kun yashandi. NIDning prezidenti Damon Wilson apandimning bevosita o'rinlashtirishi, Washington Post gazetining obzorchisi va CNNning siyosiy analizchisi Josh Rogan apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan ko'rkamlik bir marosim bilan Dünya Uyghur Qurultayining raisi To'lqin Ayso apandimning Optimum xalqaro nashriyatchilik shirkati tarafidan yaqinda qayta nashr qilingan Xitoyning Erkinlik to'ziqi nomli kitobining inglizcha yangi nusxasi tanishtirildi. NIDning prezidenti Damon Wilson apandimning ichilish nutqi bilan boshlangan va 2 soat davom qilgan mazkur faoliyatga Amerikaning bir qism yuqori darajalik siyosiy arboblari qatnashgandan sirt yana Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining sobiq raisi va Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining direktori Dr. Alim Seyitov, Qurultayning muavin raisi Zubayra Shamsiddin, Qurultay İcraiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning qurg'uvchi a'zosi va Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris, Uyg'ur harakaat tashkilotining raisi Roshan Abbas, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabar qatorliqlarni o'z ichiga olgan Amerikadagi bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz mazkur faoliyatga To'lqin Ayso apandim bilan birga bo'lib madad berdi. NIDning prezidenti Damon Wilson apandim marosimda qilgan ichilish nutqida Good afternoon, everyone. I'm Damon Wilson, President and CEO here at the National Endowment for Democracy. I want to welcome Aldı bilan Dünya Uyghur Qurultayı qurilganligining 20 yilligini qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur masalasini xalqaro tanitishda Dünya Uyghur Qurultayini eng zo'r rol o'ynadi deb ayta olamiz deb ko'rsatdi. Damon Wilson apandimning Dünya Uyghur Qurultayiga bergan bu ochiq va keskin bahosi yig'in qatnashchilarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Damon Wilson apandim so'zida Uyg'ur masalasiga qiziqadigan har qanday bir kishi To'lqin Ayso apandimning Xitoyning Erkinlik to'ziqi nomli asarini cho'qim o'qib chiqishi lozim. Chunki bu bir siyosiy kitob emas, balki haqiqiy bir inson serguzishtisidan iborat deb ko'rsatdi. Shu kuni o'tkazilgan To'lqin Ayso apandimning Xitoyning Erkinlik to'ziqi nomli asarini tanishtirish marosimi munosabati bilan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NIDning tor betida e'lon qilingan uqtirishida mundaq deb ko'rsatildi. Dunyo miqyosida tanilgan Uyg'ur demokratiyasi va kishilik huquqining qo'g'dug'uchisi, Dünya Uyghur Qurultayining raisi To'lqin Ayso o'z vatanida Xitoyning ig'ir zulmiga uchirdi. Vatandan qechishiga majbur bo'lgan To'lqin Ayso apandimning bir tuqqan qarindoshlari turmalarga tashlandi. Opsi jazo lagerida qazo qildi. Xitoyning saxta dalillar bilan Interpol orqali xalqaro tutish buyrug'i chiqarishi bilan bir qancha qatim Xitoy qaytarilish xavfidan ming test qutulib qoldi. Xitoyning bu tinimsiz zulmlarga qaramasdan To'lqin Ayso Uyg'ur xalqiga yurgizilayotgan zulmlarni anglatish uchun ovozini aslo pasaytmadi. Marosimda Damon Wilson apandimdan keyin so'zga taklif qilingan To'lqin Ayso apandim oldi bilan Uyg'ur davosini hozir qadar izchil holda qo'llab kelgan NIDning sobiq va hozirgi rahbarlariga va NID ijroiya hay'atining barliq a'zolariga butun Uyg'ur xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Assalamu alaikum is yurtdoshlar. Hello everyone. Good evening. Happy Ramadan to my countrymen. To'lqin Ayso apandim mundaq deb ko'rsatdi. Bu kitob hargizmo mening shaxsiy serguzashtim emas, balki butun Uyg'ur xalqi asrlardan buyon beshidan kechirayotgan azob-uqubatlarning menda aks etgan namoyandasidan iborat. Bu yig'in maydondagi ko'plagan sabdoshlarimmi, jumladan Roshan Abbas xonim, Zubayra Shamsiddin xonim, Ömer Qanat, Alim Seyitov va shularga o'xshash mushu zaldagi va bu zalda bo'lolmagan ko'plagan sabdoshlarim mening uzun musofirlik kurash hayotimda yashagan va kurash hayotimga singib ketgan Xitoy zulmining jonliq shohidlaridan iborat. Asrimda ularning serguzashtlarimga doir bayonlarimni uchirta olasiz. To'lqin Ayso apandim so'zini davomlashtirib mundaq dedi: Xitoy hokimiyatining zulmi Xitoy chegarasidan halqib, men grajdan bo'lib yashayotgan davlatga so'zilib keldi. Ve özümni go'yo bir umr Xitoyning turmusida yashayotgandek bir tuyg'uga keldim. Chet eldagi kurash hayotimda Xitoy yaratgan to'salg'ular orqali buning amaliy misollarini beshimdan kechirdim. Butun oilam bedel to'lashga majbur bo'ldi. Koreya va Italiyada qo'lga ilinib Xitoy qaytarilish xavfiga duchor bo'ldim. Albatta yo'liqqan azob-oqibatlardan qayg'urish his qildim. Ammo bo'yin egmadim. Teslim bo'lmadim va sharafli ko'rishimni davomlashtirdim. To'lqin Ayso apandim ta'kidlab mundaq dedi: Men bu kitobimni oldi bilan men uchun adoqchi ig'ir badallarni to'lagan, meni operada qilib yetishtirgan opamga beg'ishlayman.
Men uchun bedel to'lgan qadrlik ayolimga beg'ishlayman. Apam lagerda Allohning rahmatiga erishdi va hayotida men uchun og'ir bedellarni to'ldi. Hech bir zaman Xitoyga bo'yin eg, bizni o'yla debmi qo'ymadi. Mardonlarcha va botirlarcha yashab, oqibat Xitoyning jazo lagerida hayotidan ayrildi. Mening ayolim bir aktivist emas, ammo butun hayotini mening ko'rishimni qo'llashga sarf qildi. Farzandlarimga ham ana, ham dada bo'lib qatorga qo'shdi. Hardim, charchidim demidi. Faqat mening ayolim bo'lgan gunoy uchunla normal insonlar bardoshlik berolmaydigan azoblarga chidadi. Qiyinchiliklarga bosh egmedi va bardoshlik berdi. Uyg'ur ayollari almisoqdan qahramon va fidokordir. Navbatdagi lager shohidlarimizning ko'pinchisi ayol. Mush fursatdan foydalanib, bugungi maydonda bo'lolmagan fidokor Uyg'ur ayollarimizga cheksiz hurmatimni bildiraman. Dolqin Ayso apandim so'zining oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Bu kitobimni tuzib chiqishda kuch sarf qilgan barliq qimmatli do'stlarimga, jumladan Akram Hezim, Joli Tay, Zumrat Tay Erkin, Abduqayyum, Abdulhakim Idris, Dr. Muhammad Imin, Mora Brown, Jeffrey Nice, Sophie Richardson, Nuri Turkel va Nashrabkari din qatorliq sepdoshlarim va do'stlarimga cheksiz tashakkurimni bildiraman. Dolqin Ayso apandimning yuqorqi ta'sirlik nutqi yig'in ahlini cho'nqur hayajonlantirdi, ba'zilari ko'z yoshlarini tutolmadi. Thank you so much, Dolqin. Thank you for writing this book. If you haven't read it, I read it Marosim again. Washington Post gazetining obzorchisi va CNNning siyosiy analizchisi Josh Rogan apandimning riyosatchiligida Amerikaning yer sharivi xarakterlik ayollar masalasiga mas'ul bosh elchisi va Amerikaning BDT ayollarning o'rni komitetidagi vakili bosh elchi Kelly Kori xonim ham Dolqin Ayso apandimning qatnashishidagi maxsus suhbat bilan davom qildi. Osiyo Pasifik rayonida kishilik huquq, siyosiy islohot, taraqqiyot va insoniy masalalar bo'yicha mutaxassislashgan va bu sohada tanilgan bosh elchi Kelly Kori xonim bo'lsa, Dolqin Ayso apandim mayli Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelganda bo'lsin, yoki Xitoyning besim bilan BDT munbarlardan haydab chiqarilganda bo'lsin, bu hadislarga bevosita shohid bo'lgan va o'zi shaxsan aralashgan jonliq shohidlarning biri bo'lib, u suhbat qilgan so'zida butun bu jarayonlarni amaliy misollar bilan tafsili anlatib chiqdi. Slipped it after the Chinese. 21 years. Oh, 21 years total, but after Dolqin Ayso apandim suhbat qilgan so'zida Xitoyning quruq tuhmatlar bilan 2003-yili xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpol o'zining ustidan xalqaroliq tutish buyrug'i chiqargandan tortib, toki Interpolning 2018-yili Xitoyning kuchli noroziliklariga qaramasdan o'zining ustidan chiqargan tutish buyrug'ini amaldan qoldirgangacha bo'lgan uzun bir jarayonda 7 davlatda tutqun qilinib, savol-so'roq tortilganligini, 11 qatim har qaysi davlatlarning chegarasidan qaytarib etilganligini va ko'p qatim BDT yig'inlaridan haydab chiqarilganligini amaliy misollar bilan ta'kidlab o'tish bilan birga, buning zanjirsimon ta'sirining hozirma ham davom qilayotganligini, o'zining Turkiya, Hindiston qatorliq ba'zi davlatlarga kirishning cheklanganligini tilga olib o'tdi. Marosim oxirida Dolqin Ayso apandim yig'in qatnashchilarga o'zining imzoliq kitobini taqdim qildi. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qətimlik sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş. John.